Meni kuzatib turgan aka-ukalar hech kimning uyiga bunaqa musibat tushmasin. Meni murojaatim ishi bo'lib turgan aka-ukalarga va auditoriyasi bor, Instagram'i bor aka-ukalarga sizlarning har bitta storiesinglar bilan, atmetkanglar bilan, laykinglar bilan, sizlarning har bitta qilayotgan ishinglar shu xonadonga ehson bo'ladi. Har bitta laykinglar bilan ehson qilguvchi insonlarga shu videomizda albatta yetib boradi. Ehson qila olmayotgan insonlarimiz, aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, xatyabi duo qilib qo'yinglar. Okalar, insondan faqat bitta narsa qoladi, yaxshilik. Bu yerda qattiq yong'in bo'lgan, ozgina bo'lsa ham hisoblashinglar. Shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, katta blogerlarga tashab qo'ying. Iloji boricha istoriya qilib tarqatishni iltimos qilgan bo'lardim. Hammaga iltimos qilib chiqamiz, shu xonadonga yordam berishingizni so'raymiz o'rtoqlar. Agarda kartingizda bir burchakda qanchadir miqdorda pulingiz bo'lsa, shu xonadonga yordam tariqasida iltimos qilib qolamiz, o'rtoqlar. Bunaqa kulfat avvalambor hech kimga kelmasin. O'rtoqlar, hammadan iltimos qilib qolamiz, yordam berishinglarni. Holatni ko'rasizlar, juda achinarli holatda. Yordam qilib yuborish kerak. Mana shu videoni tarqatib yuborsanglar ham o'sha sizlarning katta yordaminglar bo'ladi. Bizani tanigan, bilgan insonlardan Alloh uchun amaliy yordam so'rab qolamiz. Oz bo'lsa-da hissanglarni qo'shsanglar xursand bo'lardik. Faqatgina yordam. Bitta karta qo'yiladi, Toyirov Iskandar. Okalar nomerlarini ham qoldiramiz, bemalol murojaat qilib o'zinglar uchun bilsanglar bo'ladi. Okalar, o'zini plastiki, uyini adresi, nomeri qo'yib qo'yiladi. Hissanglarni ulashinglar. Faqat sizlardan bitta iltimos, hammanglardan okalar, faqat yordam. Diqqat qilasizlar, bitta plastik nomda bo'ladi. Boshqa fake akkauntlarga ishonib o'tirmanglar. Shu xonadonga hissa ulashayotgan aka-ukalardan hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Biringlarga men bersin. Salomat bo'linglar, hurmatda sizlar.